Biznesni qo'llab-quvvatlash va aholi bandligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Tadbirkorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, berilayotgan soliq imtiyozlari bandlik va ishlab chiqarishni yanada rag'batlantirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 483-moddasiga asosan mamlakatimizda tadbirkorlar uchun muhim vaqtinchalik soliq imtiyozlari amal qilmoqda. Ular kimlarni qamrab oladi va qanday yengilliklar beradi? Keling, batafsil to'xtalamiz. 2025-yil 1-yanvardan 2028-yil 1-yanvarga qadar tikuv, trikotaj, poyabzal hamda charm attorlik mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Ushbu korxonalar o'z faoliyatlarida foyda solig'ini bor yo'g'i 2% miqdorida, ijtimoiy soliqni esa atigi 1% stavkada to'lamoqdalar. Bu esa ishlab chiqarishni kengaytirish va yangi ish o'rinlari ochish uchun katta moliyaviy erkinlik beradi. Yana bir muhim yo'nalish esa bevosita yoshlar bandligi bilan bog'liq. Agar tadbirkorlik subyekti chakana savdo, umumiy ovqatlanish, mehmonxona va transport xizmatlari, avto ta'mirlash, kompyuter hamda maishiy texnikani ta'mirlash, agro va veterinariya xizmatlari, shuningdek ko'ngilochar markazlar sohasida faoliyat yuritsa va 30 yoshdan oshmagan xodimlarni ishga qabul qilsa, unda ushbu yosh xodimlarga to'lanadigan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlardan ijtimoiy soliq stavkasi ham atigi 1% qilib belgilangan. Eslatib o'tamiz, mazkur imtiyozlar 2028-yilning 1-yanvariga qadar amal qiladi. Bu esa biznes vakillariga o'z faoliyatini yanada rivojlantirish, soliq yukini kamaytirish va eng asosiysi yoshlarni munosib ish haqi bilan ta'minlash uchun ulkan imkoniyatdir.